haqsiz prov taqdimiz. Haqsiz prov taqdimiz qarindoshlar. Ha? Bu qatam haqsiz prov taqtamsak, madamni jo'laylikdan ujuryapmiz. Bunday ish bor. O'zimdan o'chikdimay bo'ldi. Güzel. Bu qatamki asos maqsadimiz, haqsiz prov taqish asos maqsadimiz nima sabab bo'ldi? Bununcha bayramlik cho'ng faoliyat qilmoqchi. Güzel. İkimiz birga kelsak faoliyat cho'ng faoliyat deb Jama uyg'onib qo'yatib ekansiz lekin, yurakni berib ekansiz. 3 ta o'quvchiga haqsiz prov bir şey terbiyelaymiz, pul almaymiz. Endi bu haqsiz pravni bir oldindan shart bo'lsa, çay tartış faoliyat qildik, to'g'rimi? Çay tartış faoliyati. Buni ananga deb ismini kelsa qilib, çay tartış orqali birinchi chiqib qolsa, 3 o'quvchining 100 bo'lsa 3 odam chiqsin juma. Bu çay odil bo'lish uchun cho'qqin bu çayning ichida 3 odam haqsiz o'qilaydigan sharoit bo'lish kerak. Yana birisi ikkinchi darajadagi biz 5 tane 1000 yuan naqd pul 1000 yuan naqd pulni amalashtiramiz. Masalan, cep ikinci derece chiqqan dedi, sizdan 1000 yuanni taqqit qo'lingizga beramiz, 100% amalashtiramiz. Üçüncü derece olsa 20 dona 500 ko'ylak pul. To'g'ri. Mana mashina yugan qotdi qarindoshlar. Endi nagila basak bu pulni topshirmay qutulchamaymiz. 3280 degan pulni topshirmay turib, siz pulni qo'lingiz olamaysiz. Endi davlat bayrami, yana o'zimizning quvvatmushi, o'zining quvvatgan mushi kasbiga bir hurmat bildirish uchun, tixmi keng xalqimizga mashaq ahutun jo'layan basamimi obdan qildi. Maydonlarimiz kengri, mashinalarimiz yangi, sifat karatda. O'lchamli maydon. Ayniqsa mashina chiq, birdan paydaydigan, birdan kelib turdi. Sizlar bana kâraydı o deppucu maçın kilidi paydı. 4-5 adam bir yürüp meşk oldu nak meydanda. Anda olsa kızval şopla o kaza. 131 1995 42 32 telefon nomer bilan undidar nomer birdek. Hey, telefon undidar birdek. Oğullar şopla bop kaza 175 0995 66 77. Siz bizdeki coğrafiyalik o'rningiz bo'lib qolsa, Turpandagi shu Duldul mashin bozorining udusida mush nomerga telefon qilib tizimni kelsangiz bo'ladi. Ondan men sizlarga kafolat qildiganim, men askar maktabda 7-8-10 qatim bo'ldi. Yusuflarning filmini ishlab berayotgani, samimiy bo'lg'achqa, amaliyatchan bo'lg'achqa ishlarni mush filmga o'xshash ijro qilishga, shunglashqa men filmni yana davomli ishlab bergili keldim. Boz qarindoshlar, xato jamoatda bu qatim faoliyatimizga qatnashsangizlar bo'ladi deb qarayman qarindoshlar. Yurak berib saqlab qo'yingizlar, biz 3 kutdi. İnkasani yok, bana qo'ldan chiqarib qo'yingizlar. 3 tane adamga haqsiz prov berishimiz cho'qib amalashtirma. Bu biz og'irg'i mishadam tutishgan. Qo'ygan ro'z qilma qaringizlar. Ama tijalavago, tijala naqs qilma, o'zim qildirma. Rasm tushlaqsiz, uni boshqa sizlar qiziqadigan komosi uyg'ungan sistemincha unum sizlarga haqsiz. Güzel, mana joyda mishatib chavoq deganda bilishib berayotganlar qarindoshlar. Anda olsa qarindoshlar, endi pravni bay deganda nagila olsak to'laydigan pul bucho. Shunlashqa ma ta'limingizda sinab qilsa, tasodifiy birinchi chiqib qolsa, bekarlik. Ikkinchi chiqib qolsa, million naqbol, 3-darajaga 500 ko'y, 300 ko'y deganda bu qatim qatnashganlar hammasiga bak. Çay tatqanlar 300 ga eng tut savadsizlar bo'lmaydi, juma savad yo'qlar, bo'lmaydi, savad yo'qlar kamingizlar to'xtatdik. Qat'iy xato qilmaydiganlarga amal yo'q qarindoshlar. Arjitirishib intan bermadigingizda xulomat tushib ko'ribsizlar degan o'xshash bilish qoldi. Bu qatim faoliyatimiz faqat C1 C2 yili bo'ldi juma qarindoshlar. Yana birisi mush shopirqa munosabatsiz telfonlar bo'lsa amal qilmangizlar. Shopir prov olatdim, telefon qilsiz, boshqa bo'lsa telefon qilmang. Chunki bu qatim faoliyatimiz yomon keskincho. Rahmat sizlarga. Stuck in what you own.